Salliman. Bizda bitta muammo chiqib qoldi. Pixetjon qayergadir yo'q bo'lib qoldi. U ancha bo'ldi yo'q bo'lib qolganiga, endi uni qayerdan topishni bilmayapman. Endi u katta muammo bo'ldi, chunki men o'zimning kanalimga video olishim kerakmi yoki Pixetjonni kanaligami? Odam topish kerak yana. Santani chaqirsam, u yo'q deyapti. Ishlarim bor deyapti. Kimni chaqirsam bo'ladi? Shuni o'ylab topish kerak. Oradan ancha vaqtim o'tib ketdi. U qayerda bo'lishi mumkin Pixetjon? Nimaga yo'q bo'lib qoldi u? Voy yo'q. Aytgancha, men haliganda bitta nima edi ismi ashuna haligi o'ylash kerak hozir. Ismi nima edi? Ismini ham aytavur menga. Marvin. Marvin degan odamni uchratib qoldim. Xullas yerda uchratib qoldim-da, ashuni chaqirsamikin? Bo'pti, endi xalitroq telefon qilib qo'yaman. Bo'pti obunachilar. Hop, bo'pti. Hop, bo'pti endi. Rahmat. Xullas, endi mening kanalim bo'lishi kerak. Nomini o'zgartiraman. Endi uni nomini o'zgartirib o'zimga kanal ochib olaman. Omadim keldi meni. Omadim keldi. Men omadli bo'laman-da o'zi shunaqa. Yehey. Xullas obunachilar, men telefon qilib qo'ydim. Uyam xursand bo'lgandir. Men bunaqa shahardaman, boshqa shaharga keldim men. Uni Marvin degan uyi mana yerda qasr bo'lib yotibdi. Men uyimga ko'chib ketaman, o'zim shaharimga menga yoqmayapti. Xullas obunachilar, bitta uyga ko'chib turdim. Keyin ertagami indingami o'zim shaharimga ketaman. Hammaga xayr obunachilar. Sizlar bilan men Salli bo'ldim.